Aholiga tabiiy gazni yetkazib berish maqsadida joylarda jarayonlar davom etmoqda. Asosiy maqsad tabiiy gazni xavfsiz yetkazib berish bilan bir qatorda hudud infratuzilmasini yaxshilash. Bugunga qadar viloyatning barcha manzillarida gaz quvurlari modernizatsiya qilinmoqda. Jarayonlarda Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali tomonidan olib borilayotgan ishlar haqida batafsil navbatdagi lavhamiz orqali tanishishingiz mumkin. Xususan, Qo'qon shahrining Bunyodkor mahallasidan o'tuvchi diametri 273 mm bo'lgan gaz quvurini rekonstruksiya qilish ishlari boshlandi. Rejaga ko'ra ushbu quvurning qariyb 2 km masofa yaqinida amaliy ishlarning bajarilishi belgilangan. Jarayonlar to'liq tugatilgach, ushbu quvur orqali tabiiy gaz bilan ta'minlanadigan Qo'qon shahrining barcha iste'molchilariga tabiiy gaz xavfsiz yetkazib beriladi. Gaz ta'minoti esa yanada yaxshilanishiga erishiladi. Shuningdek, Peshku tumani Chig'irchi mahalla fuqarolari yaqinida istiqomat qiluvchi aholiga tabiiy gazni xavfsiz yetkazib berish uchun gaz quvuri qayta yangilandi. Jarayon davomida esa bo'yoqlandi. Rejaga ko'ra tumandagi 14 kilometrdan ortiq gaz quvurining modernizatsiya qilinishi belgilangan. Romiton tumanining Bog'i Turkon mahallasi Hazarbog' qishlog'ida ham o'rta bosimli yer osti gaz quvurini mukammal ta'mirlash ishlari samarali olib borilmoqda. Diametri 159 mm bo'lgan quvurning qariyb 3 km masofa yaqinida modernizatsiya qilish ishlari olib boriladi. Gaz ta'minoti korxonasining mas'ul xodimlari tomonidan jarayonlar tizimli tashkil etilgan. Mahallamizga, qishlog'imizga o'zgarishlar kiryapti. Avvallarga nisbatan gazimiz past edi, mana yangi quvur tortilyapti, hozir o'zgarishlar katta bo'lyapti. Endi buni tejashdan yo'l topishimiz kerak, tejashimiz kerak. Ko'chalar ostida yangilanayotgan bu yashirin tomirlar aslida shahar va tuman hayotining yanada barqaror ishlashini ta'minlaydi. Chunki gaz tarmoqlarining modernizatsiyasi nafaqat bugungi ehtiyojlarni qondiradi, balki kelajakdagi o'sish va rivojlanish uchun ham mustahkam poydevor yaratadi. Albatta, vaqtinchalik qazish ishlari va harakatdagi cheklovlar aholiga biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Biroq bu qisqa muddatli qiyinchiliklar uzoq muddatda yanada ishonchli, xavfsiz va zamonaviy infratuzilma bilan o'z o'rnini almashtiradi. Hududlardagi quvurlar tobora yangilanib zamonaviy qiyofani kasb etar ekan, bu kabi loyihalar viloyat taraqqiyoti yo'lida muhim qadam bo'lib xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.